Assalomu alaykum. Mening mahallam loyihasining navbatdagi soni efirda. Biz ayni paytda ijodiy guruhimiz bilan Sirdaryo viloyatining eng chekka hududlaridan biridamiz. Biz Farhod mahallasidamiz va mana shu mahallaning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Sizlar bilan suhbatlashsak maylimi? Bu galgi shu ko'rsatuvimiz soni sizlar bilan olmoqchi edik. Farhod mahallasida ko'rishimiz mumkin 5340 nafar aholi mavjud ekan. Biz hozir mahalla raisining xonalariga kiramiz, ular bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Rais xonalari qaysi? Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rais buva, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, salomatmisizlar? Sizlar bilan suhbatlashsak maylimi? Bu galgi shu ko'rsatuvimiz soni sizlar bilan olmoqchi edik. Bu Sirdaryoning eng chekka hududlaridan birida joylashgan mahalla. Shunday. Fuqaromiz Saidnazarov Abdulla aka oilaviy davlatnoma so'rab kelishibdi. Otaxon nima murojaat bilan kelgandingiz? Mana shu pasportlarga dokumentlar to'plab kelishdi, davlatnoma olishga. O'zi nima bo'lgan? Uyda ko'pchilik yashaydimi? Uyga ko'chirib qo'yib tashlabdi-da. Kim qo'ygan uni? Bilmaymiz. O'zim bilmayman. Shuni aniqlashtirgani kelgansiz. Ha. Hozir mana biz hozir davlatnoma tuzyapmiz. Mana profilaktika inspektorimiz bilan birgalikda mana otaxonning o'zining ishtirokida. Hozir mana bular murojaat qilgan, haqiqatan bu xonadonida yo'q qarorlar chiqib qolgan deb murojaat qilyaptilar. Buni hozir o'rganib chiqamiz. Xonadonlarga borib, buni qo'shnilar bilan gaplashib, haqiqatan shu fuqarolar bor yo'qligini aniqlik kiritib, kishiga bitta dalolatnoma beramiz. O'sha dalolatnoma asosida pasport xizmatiga borib nima asos bo'ladi, ularni avtomatik tarzda chiqarib olishadi. Xonadoningizda turkish yashashadi sizlar asos, qolganlar nechta ro'yxat qilib qolgan? Siz tanimaydiganlar. Nima yozib o'tiribdi? Nechta? 6 ta deyapsizmi? 6 tami? Bularni siz tanimaysiz. Bu fuqarolar yo'q. Yo'q. Aniqlik kiritamiz. Haqiqatan bu fuqarolar mana bizda ro'yxatda o'zimizda mahalladagi ro'yxatda bor yo'qligini faqat yashash joyingizga borib uni ham bir o'rganib chiqamiz. Haqiqatan bunday fuqarolar bo'lmaydigan bo'lsa, sizga dalolatnoma beramiz. Hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, mumkinmi? Salomatmisizlar? Charchamayapsizlar? Rahmat. Sizlarning ish faoliyatinglar bilan qisqachagina bir tanishaylik degandik. Siz qaysi yo'nalishda? Men shu mahallada hokim yordamchisi vazifasida ishlayman. Bugunga qadar qanday ishlarni amalga oshirdingiz? Bunda shu mahallada shu ishsizlik, asosan kambag'al oilalar bilan ish olib boryapmiz. Necha foizga erishildi natijalar? Bizda 2025 boshiga kambag'allik darajasi 5% edi. Hozir 2,5% ga tushdi kambag'allik darajasi. 2,5%. Demak, 2026-yilda batamom chiqarish rejada bor. Mahallada o'sha hozir o'sha dastur ishlab chiqqanmiz. Shu kambag'allikni xoli hududga aylantirish bo'yicha. Bizning asosiy maqsadimiz yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdan iborat. 2026-yilda rejalar qanaqa? Prezidentimizning xalqqa yo'llagan murojaatnomasida keltirilgan yoshlarga alohida dasturlar ishlab chiqyapmiz. 2026-yilda yoshlarimiz 5 tashabbus olimpiadasida aynan sport yo'nalishi bo'yicha futbol musobaqasida respublikaga olib chiqish maqsad qilganmiz. Endi esa mahallada xotin-qizlar masalalari bo'yicha faoliyat yuritayotgan xodim bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha edingiz-a? Xotin-qizlar masalalari bo'yicha. Sizga xalaqit berib qo'ymaylik, bo'ldi. Assalomu alaykum, mana yaxshimisiz? Murojaat bilan kelganmiz. Qanaqa murojaat bilan? Men mahalla xotin-qizlar raisi sovetiga uyimda bitta bekorchi kelinim bor edi. Shu bekorchi? Tikuvchilik bilan biron kasb yo'naltirishga yordam bersa, maslahat olishga kelgan edi. Ular birinchi marta murojaat qilishlari hozirgi kunda ayollar bandligini ta'minlash, ayollar kasb hunariga o'qitish bo'yicha juda ham dolzarb masalalar bilan hisoblanadi hozirgi kunda. Bu bo'yicha bizga chora tadbirlar ishlab chiqqanmiz. Bu bo'yicha bizda yaqinda prezidentimiz murojaatnomasida ham alohida ta'kidlab o'tdilar, ya'ni xotin-qizlar bilimga o'qitish, xotin-qizlar kasb hunariga yo'naltirish, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha juda ham ko'p topshiriqlar oldik. Ularda murojaatnomasini juda ham o'zimizga kerakli kuch-g'ayratni oldik desak ham bo'ladi. Xo'p, qarang, o'sha kuch-g'ayrat bilan bularning ishlarini qanaqa qilib xalq bularning ishlarini, xudo xolasa bularning ishlarini tikuvchilik yo'nalishida mana markazga yo'naltirib, keliningizda sertifikat olib, o'zlariga yoki o'zimizda tikuvchilarimiz bor. Ya'ni
daromadga chiqqan ayollarimiz, daromadli ayollarimiz, tikuvchilikda o'zini tadbirkorlikni boshlagan ayollarimiz bor. O'shalarga yo'naltirib u o'zi tikuvchilikni o'rganib, sizni uyingizga borib bemalol tikuvchilik bilan shug'ullana oladi. Rasmiy qayerga boramiz? Xo'p, endi mana o'tgan yili migratsiyadan qaytib kelgan bir fuqaromiz xonadoniga boramiz. Imtiyozli kredit berganmiz bunga. O'sha imtiyozli kredit orqali bir nafari tikuvchilik bilan shug'ullanmoqda hozir va bir nafari parranda boqish bilan shug'ullanyapti. O'shalarni Fuqarolarning xonadoniga boramiz. shunday. Ketdik. Rais va asosan bu mahalla chorvachilik va dehqonchilikka asoslangan. Shunday. Qanaqa ishlar amalga oshirilyapti o'zi? Hop, endi mana xonadonlarimizda parranda bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz bor. Xonadonlarda o'sha kredit olib ho'kiz boqayotgan fuqarolarimiz bor. Tikuv sexlarini tashkil qilganmiz. Shunaqa ishlar bilan fuqarolarimiz ko'pchiligini band qilganmiz. Demak, ko'pchilik bu yerdagi fuqarolar tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Shunday. Undan tashqari mana parniklar qurildi, anchagina yaxshi limonariyalarimizni tashkil qilganmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hormanglar, tuzimsizlar? Bu yerda kichkina tikuvchi ham bor ekan-a? Ha, shunday. Mahallamizda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faolimizni o'sha ayollarning bandligini ta'minlash borasida mana amalga oshirilgan ishlardan namuna, mana marhamat, mana o'zidan ham bir tinglasak bo'ladi. Eng katta ishlar mana shunday oddiygina kichik bir xonadonlarda amalga oshirilyapti. Bu esa tahsinga loyiq. Mahallamizda Islom va Mavjuda opa o'zlari uchun, o'zlari kelin ikkalasi mana taqinchoqlar, ro'mollar yasab o'zimizni bozorlarga olib sotayotgan ekan. Bu haqida menga murojaat qildi va Mavjuda opaga o'sha ayollar bandligini ta'minlash masalasi ayollar daftariga qo'yib, kam foizli kreditimizdan chiqarib, hozirgi kunda 5 nafar shogirdlari bor, o'zlari bilan shogirdlari yasab, o'zimizdagi bozorlarga olib chiqib, arzon narxlarda sotib, o'zlarini moliyaviy tarafdan o'sha oilalarga yordam qilmoqda. Mana shu Gulhayo mahallasida ishlayotgan paytda Gulhayo bilan ro'pada bo'lib, men mana shu ishlarim amalga oshdi. Men shu paytgacha bu narsani amalga oshira olganim yo'q-da. Bantik, abadok, zakovkalardan boshlaganman ishimni, ana shu zakovkalarim. Keyin undan keyin hozir men eng qulay yana variantga o'tdim. Biz faqat qo'l ishlar, qo'l mehnat qilyapman. Mashinka bilan hali o'zim mana qila olganim yo'q. Qo'l mehnat qilganim, qo'lda men zigzag mashina qaychilardan olib, hozir faqat elga, xalqqa mana shu dasturxonni yetishtirib beryapman. Bugun tayyorlasam, bugun olib chiqib bozorga sotyapman. Ishchilarimga qilyapman. Bular ham meni ketimdan ro'zg'orlari o'tyapti. Bitta shofyorim bor, uni ham ro'zg'ori o'tyapti. Mashinaga ortaman, olib borib bozorlarga sotib kelaman. Hozir bu xonadonda chorvachilik bo'ladi, adashmasam. Ha, shunday. Bu xonadonda fuqarolarimiz imtiyozli kredit olgan holatda o'sha chorva mollarini yetishiryapti. Hozir o'sha mana jarayonni o'zingiz bu vaqt bo'lasizlar, xudo xohlasa. 12 ta chorva mol, ha? Bularni nima qilasiz? Katta qilib yetishtirib, semirtirib sotasizmi, Yetishtirib, yoki xudo xohlasa, bu bo'rdoq qilib so'yib topshiramiz-da. Ha, so'yib go'shtini topshirasiz. Go'shtini topshiramiz-da. Dirshada aka necha yildan beri faoliyat yuritasiz ichki ishlar organlari safida? Men ichki ishlar sohasida 1990-yildan beri 90-yildan beri ishlayman. Qoyil mahal tug'ilmagandim u paytlar. Profilaktika sohasida 1996-yildan beri 30 yildan beri uzluksiz profilaktika inspektori lavozimida ishlab kelyapman. Shuncha yil ishlashni o'zi kasbingizni sevmasangiz shuncha yil ishlamaysiz. Men mana yoshlarga, shogirdlarimga aytamanki, hech qachon sen ketaman deb ishlama. Chunki miyangga o'rnashib qoladi, ishdagi unumdorlik bo'lmaydi. Men mana bugun ertalab mahallada ishni boshlaymiz, kelamiz, mahalla yetillik bilan qiladigan ishlarimizni maslahat olamiz. Bir nizoli oilalarni uyiga borib, nizosini bartaraf qilsak yoki o'sha ketib qolgan kelinini olib kelib bersak, yarashib ketsa, men o'sha kuni o'zimni baxtiyor his qilaman. Chunki meni o'sha mahallaga ozgina bo'lsa ham yordamim tegdi deb. 2021-yil kelganman bu mahallaga. Qizil mahalla edi. Uni ichiga kirib o'rgansam, ko'p muammolar oddiy huquqbuzarlikdan vaqtida e'tibor bermaganlikning oqibatida uni qo'shdi, akukalar o'rtasida huquqbuzarlik jinoyatga aylanib ketgan. 104-modda mana og'ir jinoyatlar bo'lgan. Undan keyin firibgarlik jinoyatlari bo'lgan, o'g'irlik jinoyatlari bo'lgan o'sha paytlarda. Undan keyin mana shu mahalla bilan birgalikda o'sha oddiy huquqbuzarliklarni oldini olish uchun, nizolarni bartaraf etish uchun xonadonga boramiz. Nima sabab bo'lyapti?
oddiy uchinchi shaxsni aralashuv bo'lyapti ba'zi joylarda. Qaynonasi, kelishmovchilik, qaynotasi, yosh oilalar masalan buzilishiga olib kelyapti bu narsalar. Biz shuning uchun mahalla yetkaziligi bilan mana shunday holatlar bo'lmasi uchun harakat qilyapmiz. O'g'irlik jinoyatini oldini olish uchun doimiy ravishda fuqarolarni ogohlikka chaqirib kelyapmiz. Azizlar, mening mahallam loyihasining navbatdagi soni ham o'z poyoniga yetdi. Keyingi haftada sizlar bilan diydor ko'rishguncha omon bo'ling.